Chunki oshpaz tashrif buyurganlar bugun studiyamizga. Demak, Mirzobek Olimosh, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, ular yoniga tashrif buyuramiz. Bu yerda pichoqlar. Shuncha pichoqlar, shuncha. Lekin bular oddiy pichoq emas. Men nimaga targ'ib deb aytganingizni sezdim. Menimcha bezak berish uchun bular. O'zi pichoqlarimiz karving yasash uchun tarozimizga hozir chiroyli qilib gul yasab beramiz. Har xil turdagi gullarni, ya'ni odamning kerak bo'lsa yuzidagi rasmini ham chizsa bo'ladi. Yo'q, Demak, yuz tasvirini ham tarozga tushirsa bo'ladi. Tushirsa bo'ladi. demak, bu yerda rassomlik mahorati ham kerak bo'ladi. Rassomlik mahorati, masalan, qog'ozga chiziladigan bo'lsa, bunda ya'ni o'ymakorlik san'ati degan kelib chiqqan holda karving degani tarozga ya'ni o'yladi. O'tib chiqadi-da. O'tib chiqqandan keyin ya'ni 3D shaklida ko'rinadi. Aha, Demak, karving so'zining ma'nosi o'zi Go'zallik degan ma'noni go'zallik degan anglatadi. o'zi ma'noni. rassomlar xato qilib qo'yishadi-ku, qalamda yozib, chizib. O'shanda o'chirsa bo'ladi, lekin bu yerda hozir tarvuz almashtirish kerak bo'ladi, to'g'rimi? Yo'q, bunda ham xato qilishga haqqingiz yo'q, ya'ni bir xilda oldin qog'ozga chizib olasiz, keyin tarozga o'yib olasiz. Demak, chizmalar qoralamani bunga qo'ygan holatda keyin chiziladi, shundaymi? Yo'q, oldin qog'ozga chizasiz, shu qog'ozni qo'ygan holda keyin bunga o'yib olasiz. Baribir katta mehnat, baribir Albatta. xato qilishga qaysidir ma'noda o'rin yo'q, chunki necha yillik tajribangiz bor. Keling, o'zi karving san'atini yoki mana shu sohaga kirib kelishingizni nimadan boshlagansiz? Shundan boshlaylik dastavval. O'zi sohaga kirib kelishim ham karving san'atidan boshlangan, ya'ni ustozimiz Davlat akamizdan oldin shakar zavodda ishlaganimizda, kichkina paytimizda ustozimga qiziqib borganimizda o'sha joyda xitoylik bir karvingchidan o'rganib qo'yganman. Shu nimasi bilan keyin u bilan yaxshi bo'lib qolib, 2013-yilda Xitoyga borib karving yo'nalishi bo'yicha o'qib kelganman. Yo'q. Karving yo'nalishi bo'yicha o'qib keldim. Keyin u yerdan kelganimizdan keyin o'zlarimiz ish faoliyatimiz, ya'ni to'ylarda, boshqa joylarga, restoranlarda, ya'ni shakar zavodda ustozimiz yonida davom ettirdik va 2014-yilda o'zlarimizni bu yerda nimada ishga kirdik, oshxonamizga. Keyin mono markaziga ham yaqinda ishga kirdik. Ya'ni 3-4 yil oldin mono markaziga ishga kirib, shu o'zlarimiz o'rgatgan san'atimizni, ya'ni o'quvchilarimizga, yurtdoshlarimizga o'rgatdik. Demak, malaka oshirib kelib, Xitoyda keyin uni shogirdlarni tayyorlashga yo'naltirgansiz bilimlarni, to'g'rimi? Nafaqat Xitoy, boshqa davlatlarda ham bo'lgansiz, adashmasak. Xorazm milliy taomlarimizni o'zlarimizda Hindistonda, ya'ni targ'ibot qilganmiz, Gruziyada, bundan tashqari o'zlarimizda ham yaqinda xitoyliklar keldi, ular bilan ish almashish marosimida biz xorazmcha o'rgatdik, ular xitoychada har kim o'zi bosqichma-bosqich o'rgatib bordik. Nafaqat o'zbekistonlik shogirdlar bor, xorazmlik, balki chet ellik ham shogirdlaringiz bor, to'g'rimi? Ular hammasi faqat karving yo'nalishidan emas, qaysidir yo'nalishimiz non yo'nalishidan ketgan, qaysidir yo'nalishimiz milliy taomlardan, qaysidir yo'nalishimiz xorijiy taomlardan hammasi aralashtirib o'rganganmiz. Shunda hozir nechta yo'nalishda ish faoliyat olib borasiz? O'zi oshpazlik yo'nalishida 6 ta yo'nalish bor, ya'ni холодный deydi, ya'ni salatlar bo'ladi, ovqatlar bo'ladi, milliy va xorijiy ovqatlar bo'ladi, non mahsulotlari bo'ladi, keyin karving yo'nalishi bo'ladi, undan tashqari mesno, ya'ni go'sht mahsulotlarimiz отдельно bo'ladi. Har bir yo'nalish bo'yicha alohida bo'ladi. Har bir yo'nalish bo'yicha o'zimiz sertifikatlarim, diplomlarim bor. Demak, 6 ta tur bo'yicha ham siz faoliyat yuritasiz va shogirdlar ham tayyorlaysiz, to'g'rimi? Bugungi kunda shogirdlar soni qancha? Meni shu qiziqtiryapti. Chunki ko'p yillik tajriba bor sizda, ko'p yillik tajriba bor, lekin o'zlari ham unchalik yoshlari katta emas. Shu joyga e'tibor bering. Bola boshdan degan naql bor mana shu joyda. Ota, bobomizdan qolgan endi bu nimamiz? Oshpazligimiz. Kichkina paytimizda 4-sinf paytimizda o'zi tandirga kirib somsa yopardik, ya'ni bitta opamiz bor edi, xuddi sizga o'xshagan, lekin baquvvatroq. Tandirga ushardim, ikkita oyog'imni tutardim, tandirga tushib somsa yopardim o'sha paytlarda. Demak, shundan boshlangan. Shundan boshlangan. 4-sinfda deysizmi? 4-sinf paytimda kichkina bola. Ko'rdingizmi, Omadbek? Sizga o'xshaydi dedilar-ku, lekin ular baquvvatroq ekan, siz nimjonroqsiz. Siz o'sha 4-sinf paytingiz nima qilganingizni ham eslolmasangiz kerak. Men 4-sinf vaqtimda maktabga chiqqanman. Boshqa sohalarda ish faoliyat yuritganmisiz 4-sinfda? Chunki bular velosiped haydash bo'yicha rekord qo'yganman. Mahalla bo'yicha. Kasbiy faoliyatni boshlaganlar, siz bo'lsa mahalla bo'yicha velosiped haydash bo'yicha rekord qo'ygan. Juda yaxshi. Hozirgi kunda shogirdlarimizning sonini yaqinda endi haqiqiy shogirdlarimiz chiqib ketgan esa 34 ta shogirdimiz o'zlarimizdan chiqib ketgan, ya'ni o'rganib chiqib ketganlari ko'pchiligi bu yerda ishlayapti, ko'pchiligi chet davlatda ishlayapti, ko'pchiligi o'zini faoliyatini olib, ya'ni
ish faoliyati boshlagan. O'zini Undan sohasi tashqari bo'yicha. monomarkazda o'qitgan o'quvchilarimdan hisoblaydigan bo'lsak, ular masalan 44 ta gruppa bitirganman, ya'ni 44 ta gruppa o'qitganman. 20 kishidan hisoblaganingizda ham 400 kishidan o'tadi. Ya'ni shularni o'zim esimda bor biladiganimni 200 dan ziyodini yaqinda hisoblagandik, o'zlari отдельный faoliyat ochib, uyda salatxona yo bo'lmasa dastavka yo bo'lmasa kichkina fast foodlarni ochib ishga qo'ygan hammasi. Bu juda ham yaxshi natija. Bugun qanday tasvir tushiramiz tarvuzga? Endi bugun hozir gulni rasmini chizmoqchiman. Hozir chiroyli gul. Bunga sizga qancha vaqt kerak bo'ladi buning uchun? Oddiy gulni o'zini rasmini chizishimiz uchun yarim soat 40 daqiqa vaqt ketadi. Agar odamni rasmini chizadigan bo'lsak, 3-4 soat vaqt ketadi. 3-4 soat. O'zi oddiy carving ishlash jarayonida eng boshlang'ich narsa yarim soatdan boshlanadi, 6 soatgacha davom etadi. Bitta tarvuzning oldida o'tirib ishlashimiz. Bir narsa qiziqda, carving san'atidan boshlaganman mana shu sohani kirib kelishim dedingiz va ilk marta chizgan rasmingiz, tasviringiz esingizdami? Nimaga ishlagansiz uni? İlk marta chizgan rasmim atirgulni rasmini chizganman, faqat tarvuzga ishlaganman. Uni ham boshida masalan tarvuzni nimalari kichkina bo'ladi-yu, atirgulni shoxchalari. Katta qo'yganman-da, shuni esimga qo'ygan. Atirgul bilan baravar bo'lib qo'ygandik. Baravar. O'zi kichkina bo'lishi kerak bo'lsa, tarvuzimiz hamma joy atirgul bo'lib qo'ygan-da. Shunisi bilan istiqodarli bo'lgan bo'lsa kerak. Albatta. Ishni boshlaymiz bo'lmasam. Tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Tayyor. Ko'rsak bo'ladi. Yuring bu yoqqa. Yeb ko'rsak ham bo'ladi. Yeb ko'rsak ham bo'ladimi? Keling, san'atkorimizni ham chorlaymiz. Baho beramiz birgalikda. Demak, qarang, Omadbek o'sha bolalikda birinchi qilingan qo'l mehnati katta atirgullar bo'lgandi va bugun ular ixchamlashib juda ham chiroyli ko'rinishga keldi, to'g'rimi mana? Tayyor bo'ldi dedingiz, yana nimalarni kesyapsiz. Sizga kesib bermoqchiman hozir. Omadbek, mana. Bu menga kattalik qilsa kerak. Endi hammasini sizga taqdim qilish niyatida emaslar, albatta. Juda ham chiroyli, mana yirik planlarda ko'rishimiz mumkin bo'ladi deb o'ylaymiz. Operatorlarimizga iltimos qilamiz va mana juda ham chiroyli ko'rinishga keldi tarvuzimiz. Keyin. Oling, Omadbek. Mayli, bering. Qo'lingizni qaytarmaymiz. Hozir gul atri guli ustida turibdi, orqa tarafdan kichkina qo'shiqni olasiz, ichkarida yeysiz, faqat atri qoladi keyin. Hozir shuni aytmoqchi edim. Go'zallik saqlanib qoladi. Saqlanib qoladi. Hozir shuni aytmoqchi edim, axir bu go'zallikni qanday yeyish mumkin? Juda chiroyli ko'rinishda bo'lgan. Agar xohlasangiz, ichini o'zini mikser yordamida yoki blender yordamida blenderlab so'qin chiqarib, sharbat sifatida. Yaqinda shunaqa bitta savol eshitib qoldim, bilasizmi? Bu mahsulotni ichsa ham bo'ladi, yesa ham bo'ladi. Nima degan savolga tarvuzda javob berishdi va bu to'g'ri bo'lib chiqdi. Chunki buni yesa ham bo'ladi, ichsa ham bo'ladi bu mahsulotni. Eng asosiysi foydali. Demak, hozir bunga 40 daqiqa, yarim soat, 40 daqiqalar atrof vaqt ketdi, to'g'rimi? Yarim soatdan oshiqcha bo'ladi, 40 daqiqa. Nima bo'ladi? Asadbek, siz ham tarvuzni yaxshi ko'rasizmi? Ha. Yeb ko'rasizmi? Mana sizga ham hozir taqdim qilishadi va bu juda ham chiroyli go'zallik bo'ldi. Marhamat. Bugungi sonimizda tarvuz, ya'ni carving san'atidan dars bergan bo'lsak, bekajonlarimiz uchun keyingi sonimizda hozir
sezoni bodring Mavsumi. Aynan tarvuz mavsumi. keyingi sonimizga nima qilmoqchi edimda? Albatta. Bodring bilan pomidor bor. Shu tuzlash mavsumi-yu. Shu yangicha usulda keyingi sonimizda xudo xolasa yangicha usulda tayyorlashni o'rgataman xudo xolasa. Sizlar bilan Ham qulay, birgalikda. ham mazali, ham yangicha bo'ladi. Ayni muddao bo'lardi bekajonlarimiz uchun. Shaxsan men uchun ham hozir bilasizmi nima qanday istak tug'ildi menda? Qanday? Men ham shogirdlikka olasizmi demoqchi edim. Men o'yladim, bilasizmi, men o'yladim. Keyingi safarga dasturimizda yana tashrif buyurishlarni, mehmon bo'lishlarini va o'rgatishlarini. U siz ham bo'ladi. Aytdilar-ku, keyingi sonlarimizda tashrif buyurishadi, lekin meni ham shogirdlikka olasizmi? Siz yaningizga borsam bo'ladi. Bo'ladi. Menga o'xshagan qizlarimiz ham hozir, mana bekajonlarimiz ham nafaqat qizlar, balki sizda ham mana shunday istak tug'ilmadimi? Qarang, bu qanday chiroyli san'at asari. Tug'ildi, lekin aytmayman. Demak mana shu san'atga qiziquvchilar bo'lsa, albatta shogirdlikka bemalol shogird sifatida sizga murojaat qilsa bo'ladi, qabul qilib, mana shunday san'at sirlarini o'rgatishga tayyorman dedilar va yaqin kunlarda balki men ham borib qolarman. Balki, muhayyoni kuting. Lekin eng daromadi yaxshi kasblardan biri. Nafaqat daromad, bahridiling ochiladi bu san'at asarini ko'rib, uni yaratish jarayoni bundan ham qiziqarli bo'lsa kerak. Yasaging keladi-da baribir. Qarang, hozir biz faqat tarvuz bilan cheklanib qolmoqdamiz. Boshqa mevalarda ham qilsa bo'ladi, to'g'rimi? O'zi karving san'ati umumiy mevalar, sabzavotlar, ya'ni kolbasalardan ham gullarni, atir gullarni yasasa bo'ladi. Umumiy go'sht mahsulotlaridan. Stolimizda nima bo'ladigan bo'lsa, har bitta narsani detalni ishlasa, har bir narsani san'at asari qilsa bo'ladi, Omadbek. O'zi karving san'ati xorazmchada tushuntirsak, ya'ni ayollarimiz salonga boradi-yu, o'ziga bezak beradi. Ya'ni bu ham dasturxonni saloni desa bo'ladi. Ko'rki. Albatta. Demak, Asadbek, hozir siz tomonidan kuylangan tarona afsuski dasturimizga yakun yasaydi, chunki afsuski deb bekorga aytmayaptilar, chunki Omadbekka qarasang, efir soatlari davom etaversa, biz ham suhbatlashaversak va siz bilan g'oyibona diydorni biz sog'inganimiz sabab afsuski degan gapni juda ko'p ishlatadilar. Lekin biz albatta vaqt oliy hakam, bunga rioya qilishimiz kerak va keyingi dasturlarimiz orqali ham siz bilan ko'rishni niyat qilgan holatda bugungi dasturimizni ajoyib tarona yakun yasab berishiga biz umid qilamiz. San'atkorimiz bunga tayyorgarlik ko'rdilar va biz sizga rahmat aytmoqchimiz. Tashrifdan minnatdormiz. Albatta kelasi dasturlarimizda yana sizni kutib qolamiz va mana shunday san'at asarlari bilan bizni dillarimizni xushnud aylaysiz, yurtdoshlarimizga yangicha bilimlarni ulashishda davom etasiz degan umiddamiz. Chunki oldimizda albatta yoz mavsumi, demak yoz mavsumida mevalar, sabzavotlar juda ham bisyor bo'ladi. Biz har bittasidan demak karving san'atini sizdan kutib qolamiz. Rahmat, sog' bo'ling. O'rganish xohlasangiz, kelsangiz ham bo'ladi. Albatta. Karving san'atining yana bitta foydali tomoni, ya'ni qo'l oyog'i nima faqat nogironlarimiz bor, imkoniyati cheklangan insonlarimiz uchun ham juda ham foydali. Ya'ni yura olmaydigan bo'lsa, o'tirgan joyda faqat qo'li bilan ishlasa bo'ladi. Juda yaxshi ma'lumot bo'ldi va sizga yana bir tashakkur izhor qilamiz. Mana shu studiyada barchamiz ajoyib bir taronani tinglagan holatda dasturimizni yakunlaymiz. Biz esa yurtdoshlarimiz bilan xayrlashib olamiz. Albatta, demak, biz bilan bo'lganingiz uchun va albatta har doim Assalom Xorazm musiqiy dam olish dasturiga yaxshi fikrlarni va albatta yaxshi taassurotlarni bildirishingiz biz uchun juda ham zavqli azizlar. Xorazm demak kanalidan aslo uzoqlashmang. Albatta, salomat bo'ling.